2025-yilda sentrifugalar narxi qancha bo'ldi va qanaqa holatda ishlab chiqarilyapti? Bundan tashqari qanaqangi bonuslari bor? Hozir biz rezonans sentrifuga ishlab chiqaradigan joydamiz. Hamma narsani bir qator ko'rsatib chiqamiz. O'zingizlarga yoqib qolsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Orqamda ko'rib turgan mana stanoylarimiz hozir mana ro'paradagi Tojikistonga eksport qilinyapti ekan. Bunisi Jizzaxga, nari tomondagi Qoraqalpog'istonga buyurtma olib, tayyor holatga olib kelinyapti. Yangi motorlardan foydalaniladi mana. Ko'ringlar, pachka motor F318 korpusli podshimlikdan foydalanilgan. E'tibor berasizlar. Hozir ulab qo'yilgan, ishlatib ko'rilyapti. Test jarayonida turibdi. Bitta test qilishadi, keyin jo'natib yuboriladi. Bu tomonga bitta e'tibor beradigan bo'lsa, mana zapaska qilib qo'yilgan. Bularni hammasini buyurtma beradigan bo'lsa, tez kunda chiqarib yuboriladi. Ichiga baraban tiqib motorlarni o'rnatilsa bo'ldi. Xohlagan rangingizda ishlab chiqarib beriladi. Xo'p, endi narxlariga keladigan bo'lsa, 4,5 ming dollardan boshlanadi. Eng arzoni, eng prostoy ag'iga narxi ketaveradi. Siz xohlagan holatda hozir men sizlarga bitta yoqib ko'rsatib beraman. E'tibor beringlar. Bu chastotli inverter deyiladi, miyasi. Mana shu miya orqali sentrifuga boshqariladi. Bitta bosganimizda hozir qizilga ulangan, qizil ishlashni boshladi. Padushkasi yo'qligini hisobiga ozgina silkinyapti. Padushkasi bo'lsa bunaqa vibratsiyalar uchramaydi umuman. Ko'rinishini ham bitta e'tibor berib, baho berib ketaverasizlar akalar. Mana ovoz hech qanaqangi ovozlari yo'q. Faqat mana shu padushka yo'qligini hisobiga sal vibratsiyada ishlayapti. Padushka qo'yilgandan keyin bu narsalar yo'qolib boradi. Xo'p, chastotli inverterga keladigan bo'lsak, hozir o'sha knopkani bosganingizdan keyin gilamni aylantirishni boshlaydi. Gilam aylangandan keyin quriydi, to'xtaydi. To'xtaydi, 10 sekunddan keyin teskari machasiga aylantirib, gilamni o'zi o'rab chiqarib beradi. Ya'ni tayyor qilib beradi. 630 li turba ishlatilingan 12 mm li listdan foydalaniladi. Hozir ichidagi mana adashmasam bu nержавейка baraban, bunisi temiri baraban. Nержавейка bilan temirda o'rtasida ozgina tafovut bor, ya'ni narxida. Bemalol murojaat qilsam bo'ladi. Hozirlarga bitta sexni ichini ham ko'rsatib chiqaman. Sexda yana zapaska sentrifugalar ishlab chiqarish ketyapti. Xo'p, dastlabkilariga keladigan bo'lsa, dastlabkilari O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekin, 1 yil garantiyasi bor, 6 oyda bir texnik ko'rik qilinadi. Ya'ni siz chaqirsiz, chaqirmasiz texnik ko'rikka boriladi. Bundan tashqari bonuslar bor ichida, ya'ni sentrifugani inverterli 430 temir baraban oladigan bo'lsangiz, adashmasam 6400 dollar bo'ladi. Ichida aravachasi, shvabrasi, etigi, o'sha dastlabki xizmatlari, bundan tashqari shampun komplekt bo'ladi. Bemalol murojaat qilsanglar, xudo xohlasa yetkazib olib borib beriladi. 3 minut taymerga qo'yilgan, 3 minutdan keyin to'xtaydi. 10 sekund turadi, 10 sekunddan keyin obratni orqaga aylanib, gilamni yig'ib beradi. Ikki xil varianti bor, padushkali, balonli. Hozir ko'rib turganimiz padushkali. Agar sizga gilam yuvish biznesidagi texnikalar zarur bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz. Bundan tashqari rotor, sentrifuga, ximiyalari va shunga gilam yuvish biznesida kerak bo'ladigan barcha mahsulotlarni topishingiz mumkin. Nomerlarni pastda qoldirib ketaman.